Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bugun sizlar bilan ajoyib bir natija bilan bo'lishamiz. Bemorimiz Angren shahridan kelganlar. Ro'parasi 2 hafta oldin biz operatsiya qilganmiz. Demak, asosiy kelganda shikoyatlari burunlari yaxshi nafas olmasdi. Burunlarda tinimsiz qotqaloqlar paydo bo'lishiga shikoyat qildilar. Anamizdan taxminan 10 yildan ko'proq vaqt oldin o'zlari operatsiya qilganlar, faqat yaxshi natija bo'lmagan. Ko'rganimizda demak burun joylari qiyshiq edi. Hamda burun to'siqlarida 2 ta teshik bor edi. O'sha 2 ta teshikni ham yamab berganmiz, ham suylarni to'g'rilab berganmiz. Mana bugun gaplashadik va mana natijasini ko'rsak bo'ladi kamera orqali. Mana bu yerda orqasida teshik bor edi. Xudo xolasa mana ikkita tomondan ham rasmga olib berdim. Teshiklari yo'q, burun joylari tekis chiqqan. Inshaalloh nafas olishlari ham zo'r bo'lgan. Hozir o'zlaridan bir fikrlarni eshitamiz. Rahmat, o'tirgan shu ancha yaxshi bo'lib qoldi. Operatsiyadan keyin ancha yaxshi bo'ldi. O'zimdan ularda o'tashadi. Nafas olishim zo'r, 100% zo'r. Rahmat o'tirdi. Qo'lda ko'rmasa, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.